qancha matohlaringiz, narsalaringiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, shuncha ular o'ziga o'xshagan matohlarni chaqiradi va ular sizga xo'jayin bo'lib qoladi. Mana shu iPhone misolida aytsak bo'ladi. iPhone olganimdan keyin, o'z iPhone'im yo'q edi. iPad olganimdan keyin iPhone olishga majbur bo'ldim. Buni olganimdan keyin menga yoqqan bitta yaxshi soat chiqdi, lekin bu bilan tushmas ekan. Buni soatini olishga majbur bo'ldim. Keyin kompyuterimni yangilaganimda ham shunday kompyuterni olishga majbur bo'ldim. iPad oldim, keyin uni ruchkasini oldim, keyin uni chexolini oldim. Mashinani ko'proq pul ishlatib olishga to'g'ri keldi. Nimaga? Chunki ular menga xo'jayin bo'lib qoldi. Ya'ni bir-biriga bog'langan. Har bitta xuddi shunaqa. Bu endi ko'ringani shunaqa. Ko'rinmagan narsalar juda ham ko'p. Qimmat kiyimlar, o'ziga o'xshagan qimmat kiyimlarni chaqiradi. Ko'p narsa olsangiz, ularni poddержка qilib turish uchun ko'proq narsa olishingizga to'g'ri keladi. Bu juda ham haq narsa. Hozir Durov o'zi milliarder bo'lsa ham, milliardermi bilmayman. Kichkina bitta kvartirada arenada yashaydi. Hattoki u yerga mebel ham arenda, taksida borib keladi ishga. Balki metroda borib kelar. Bu yaxshi. Mana hozir ham mana mashinasi yuribman, taksida borib kelib qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin asli arzonroq bo'ladi. Chunki mashinangiz bo'lgandan keyin poykangiz bor, uni qarab turishingiz kerak, straxovkasi bor, oilani almashtirishingiz kerak. Aslida net cost of ownership degan narsa bor, ya'ni unga egalik qilish narxi juda ham oshib ketadi. Shuning uchun narsalarga qiziqmang. Narsalarni bu paytda olib qo'yishligi mumkin, mandan olib qo'yishligi mumkin. Men narsalarimni ularni yo'qotib qo'yishingiz mumkin, ulardan tark etishingiz mumkin, tark etishingiz qiyin bo'ladi, emotsional bog'lanish bor, endi u effekt deydi. O'shaning uchun ham balki olib qo'yish qiyin bo'lgan narsalarga harakat qilish kerak. Bittasi mana shu ilm bo'lishi mumkin.